Ey, 20 aka kerak. 20 akami? Yig'ib berasanmi? Beraman, davay. O'tir. Ukam jonli obunachi yig'ib ber. Aka, jonli obunachi yig'ish pulli, lekin siz obunachilaringizga men tekin yig'ib beraman. Hozir yig'ib bera olasanmi? Hozir yig'aman. Nima qilaylik? 4 dona shart aytaman, 100% jonli obunachi keladi. Birinchi shart, mana shu videoga like bosamiz. Ikkinchi shart, mana shu videoni 50 ta do'stimizga tez-tez jo'natamiz. Tez-tez. Sanab gruppa, chat, har xil narsaga tez-tez jo'natish kerak. Onlaynlarga birinchi jo'natamiz. Va Dilshod akaning profiliga o'tamiz, Dilshod akaga obuna bo'lamiz. Va Dilshod aka obuna bo'lgan barcha insonga obuna bo'lamiz. Bir donasi qolib ketmasin. Davay. Tepadan pastga qarab tez-tez 2-3 martalab obuna bo'linglar. Davay. Yangilab obuna bo'lish kerak. Tez-tez. Va Dilshod akaga obuna bo'lgan insonlar ichidan 10 donasiga obuna bo'lamiz. Istoriyaga kiramiz, reaksiya qoldiramiz. Instagramga chiqib ketib, birozdan so'ng kirsanglar, mana shunaqa obunachi keladi. Nechta keldi, kommentariyaga yozib qoldir.